Oldingi gal Mate Ray-Ban ochkisi haqida qilgan videomiz 40 mingtadan oshiq ko'rildi. YouTube uchun va men uchun bu real katta rezultat. Hammaga rahmat. Endi men sizlarga undan ham yaxshiroq funksiyasi bor bitta ochki topdim. Bu ham bo'lsa Camelo degan brenddan yangicha ochki. Buni rangi o'zgaradi. Keling buni unboxing qilamiz. Camelo degan brend unaqa o'zi oldin chiqqan kompaniya emas ekan. 2020-yilda mana shu karantinda chiqqan brend ekan. Karantinga ham уже 5 yil bo'ldi. Va o'sha brendda o'zi umuman missiyasi mana shunaqa rangini o'zgartiradigan ochkilar chiqarish bo'lgan ekan. Va mana hozirga kelib уже bitta bunaqa ochki emas, yana yangicha yaqinda chiqarishdi. Buni ochkini videosini ko'rib ko'ring. Unda faqatgina qora yoki oq bo'lmas ekan, unda qizil, yashil, sariq boshqacha rangli bo'ladigan ochkilar ham chiqarishdi. Bu to'g'risi zo'r texnologiya. Oldin o'ylab ham ko'rmaganmiz shunaqa qilsa bo'ladimi yo'qmi deb. Hozir ko'pchilikda xameleon ochkilar bor. Uyga kirganda sal oqaradi, hovliga chiqqanda quyoshda qoraydi. Lekin unga ancha vaqt kerak, to'g'rimi? Bir 5-10 minut vaqtdan keyin qorayish boshlaydi. Lekin bu 1 sekundda. 1 sekundda emas, undan ham tezroqda qora oq bo'ladi. Bu ochki haqida nimaga siz eshitmagansiz? Chunki O'zbekistonda почти sotuvda yo'q. Butun dunyo bo'yicha ham juda ham kam sotilar ekan. O'zbekistonda faqat bitta dona joyda sotishar ekan. Videoning oxirida aytib o'tib ketaman, qayerdan olganimni. Qoyil lekin bunaqa kichkina kompaniya yangicha texnologiya kiritishdi bozorga va menimcha bunaqa texnologiya agar yana kuchayib ketaversa, keyin boshqa katta kompaniyalar ham bu texnologiyani balki sotib olishar, balkim shunaqa o'zgarishlar qilishar. Lekin menga yoqdi. Zo'r. Bu ochkining vazifasi faqatgina shu rangini o'zgartirish emas ekan, to'g'ri. Buni chetlarida kolonkalari va mikrofonlari bor ekan. Bu degani siz telefoningizga ulab turib, muzika eshitsangiz bo'lar ekan yoki telefonda gaplashib ketsangiz bo'ladi. Misol uchun qo'lingiz kir bo'lgan bo'lishi mumkin yoki mashina haydab ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Qo'lingiz band paytlarda telefonda kimdir qilayotgan bo'lsa, borib bosasiz va telefonni olib gaplashaversangiz bo'lar ekan. Yoki deylik, ashula eshitmoqchi bo'lsangiz, eng pastiga qo'yib qo'ysangiz ham yoningizda odam eshitmas ekan. Yoki eng balandga qo'ysangiz, ancha uzoqda turgan odam ham eshitar ekan. Juda ovozi yaxshi, baslarni yaxshi chiqarib beryapti. Bitta yaxshi tarafi, menga shu ochkilardagi ashulalarni eshitishim yaxshi tarafi, bu Ray-Ban'da ham xuddi shunaqa edi. Tashqaridan gapirayotgan odamni siz eshita olasiz. Naushniklarda ko'proq past gapirsa ham siz eshita olmaysiz u odamni. Lekin qulog'ingizda ashula baland bo'lib turgan bo'lganda ham ochkilarda yonida odam gapirayotganini eshitib turasiz. Balki kimgadir yoqadi shu narsa. Ashula eshitayotgan paytda ham kimdir bilan gaplashib turish. Zaryadkasiga kelsak, bu ochkining zaryadkasi boshqacharoq ekan. Buni tagida magnitli joyi bor ekan. MagSafe'ga o'xshagan Apple'dek. Shu magnitli zaryadkasiga tiqasiz va 1-2 soatda zaryadka to'ladi. Bu zaryadka bilan siz bir kunga bemalol yetadi. Ya'ni 12 soatga siz agar to'xtatmay ishlatsangiz 12 soatga yetar ekan. Agar siz faqat naushnikini va mana shu rangini o'zgartirishini ishlatsangiz kuniga 3-4 soatdan, unda bemalol 3-4 kungacha yetkazsangiz bo'ladi. Даже unaqa ko'p ishlatmasangiz bir haftaga ham yetadi, zaryadkasini o'ylamasangiz bo'ladi. To'g'ri, bu ochkida kamerasi yo'q yoki boshqacha qanaqadir funksiyasi yo'q. Lekin men qoyil qolayotgan tarafim, hozirgi yangi chiqayotgan ochkilarda yangi texnologiyalar chiqyapti. Ya'ni telefonlarda unaqa o'zgarish ko'rmayapman, o'shanga ko'proq ochkilarni obzor qilgim kelyapti. Chunki ochkilarda ko'proq o'zgarish bo'lyapti. Bu xuddi telefonlar 2005-2006-yillarda yangi sensor telefonlar chiqishni boshlaganda, har bitta seriyada yangi o'zgarishlar bo'ladi. Juda ham ko'p o'zgarishlar bo'ladi. Dizaynida ham boshqa narsasida ham odamlar prosta sotib olgisi kelardi yangi modelni. Hozir juda ham kam o'zgarishlar bo'lyapti, lekin ochkilar shunaqa paytga keldi hozir. Juda ham ko'p o'zgarish va keyingi o'zgarishida o'sha narxi ham tushadi. Yangi texnologiya ham qo'shishyapti. Prosta respekt. Shunaqa kichkina narsaga ko'p funksiyalar qo'shib tashlashyapti.
Biza anavi videoda aytganimdek kelajagiga kelib oldik уже. Dizayni ko'proq snowboard yoki lyja yoki velosiped haydaydigan odamlarning ochkisiga o'xshab ketadi, to'g'ri? Xuddi hamma uchun emas, faqatgina shu odamlar uchun chiqarilganga o'xshaydi dizayn. Lekin agar siz boshqalardan ajralib turmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri ko'chaga chiqsangiz kulib tashlashmaydi sizni ustingizdan. Chunki oddiy hol bo'lib ketdi уже. Bundan ham g'alatiroq ochkilar taqib yurishibdi. Bu dizayn bilan hozir ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, reperlar taqib yuribdi, qanaqadir taniqli odamlar ham bunaqa ochkilar taqib yurishibdi. Shunga boshqalardan ajralib turmoqchi bo'lsangiz, shunaqa ochki taqib yursangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, hozir O'zbekistonda hali aytganimdek bitta dona odam sotyapti. Bu ham bo'lsa Ray-Ban Meta Uz. Ular nomerligini ham qoldiraman. Bu ochkining narxi hozir birinchi avlod bo'lgani uchun to'g'ri qimmat. $400 boshlangan. $400 realni qimmat. Chunki juda ham kam funksiya, faqatgina shu o'zgarishi uchun sota olamizmi deyishinglar mumkin. Lekin meni bitta tavsiyam, agar hozir pul bo'lmasa, keyingi modellarini kutib, o'shani sotib olishni maslahat beraman. Chunki yaxshi texnologiya, boshqa ochkilar ham shu narsalarni qo'shishsa, xuddi bu elektrokarlarga o'xshaydi. Elektrokar birinchi Tesla'lar chiqarganda juda ham qimmatga chiqarishgan. Hozir уже BYD boshqa kompaniyalar chiqaryapti, uni narxini ham tushirishyapti va prosta konkurensiya bo'lgani uchun уже ham yangi texnologiya bo'lyapti, ham narxi ham tushyapti. Bu ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ha, aytgancha, bu ochkini menda hozir bitta oq rang emas, boshqacha ranglari ham bor. Ularni ham ko'rsataman sizlarga. Mana shunaqa rangi bor. Buni chetlari qora bo'ladi va o'zi bu yog'i qizilga o'xshagan rang. Xuddi velosipedchilarning ochkisiga o'xshaydi. Va yana bitta rangi bor. Bunisi esa takoy, серьезный, qop-qora, hamma yog'i qop-qora. Mana hozir buni yoqamiz. Tagida yoqadigan knopkasi bor. Mana bu. Ko'rib turganingizdek takoy. Mana shunisi ko'proq menga yoqdi. Oqqa yoqdi menga. Oq takoy chiroyli turar ekan. Qorasi серьезный turar ekan. Nima deysizlar? Menga o'zi yarashadi ochki. Hech ochki o'zimga yarashgandek turmaydi, lekin tashqaridagi odamlar yarashadi deyishadi. Nima deysizlar? Kommentda yozib qoldiringlar. Xulosa qiladigan bo'lsak, bu kompaniya xuddi biza bilmaydigan problemani yechganga o'xshaydi. Biz oldin quyosh uchun alohida ochki olardik, kompyuterda o'tirish uchun alohida ochki olardik, yana boshqa narsalar uchun. Lekin buni xuddi bitta dona ochki sotib olasiz va rangini o'zgartirib yuraversangiz bo'ladi. Zo'r texnologiya. Agar buni davom ettirishsa zo'r bo'lardi. Mani videoyim bo'lib ko'rishmayapti, to'g'ri, lekin bolalar realni zo'r ketasizlar. Agar videoyimni ko'rayotgan bo'lsanglar, davom ettiringlar, yangi modellarni ham chiqaringlar. Menga yoqdi mana shu texnologiyalarga. Siz buni sotib olishingiz kerakmi? Agar sizga realni yangicha texnologiyalar qiziq bo'lsa, sotib olib ishlatib ko'ring. Zo'r pulingiz bo'lsa, agar unchalik $400 qimmatli qilsa, hali aytayotganimdek, ozgina kutamiz, yangi model chiqadi va o'shani sotib olsangiz bo'ladi. Agar yangi texnologiyalar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimiz bor. Texnolike Telegram kanalimizga podpisatsiya qilib qo'ying. Bu yoqda yangi model chiqsa, sirazi aytamiz sizga. Va yana qanaqa ochkilarni obzor qilaylik? Sizga qiziq ochkilar bormi? Kommentga yozib qoldiring. Va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Rahmat.